Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bir o'zi 45 talik texnikamizni bo'yagan kelganmiz Vizibga. Toshkent shahrida bu. Stereodan ahvolini ko'rib turibsizlar. Qo'lni yog'larini yuvib, tayyorlarni tayyorlash kerak. Ko'rinishlari endi o'ta xarob desak bo'lmaydi-yu, lekin akamiz bir chiroyli qilib ishlatay deb kraska qildirib olyaptilar. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yeri polniy sepiladi buni. Hozir taglargacha kirlovchalar egilib yotibdi. Betlarni to'g'rilaymiz. Yog'larni yuvish kerak. Bularni urib to'g'rilab kraskalarni qilib beramiz. Inshaalloh har bir qilayotgan ishlarimizni qo'yib borishga harakat qilamiz. Strellalari polniy sepiladi. O'zini svet qanday bo'lsa shuna qilib sepib beramiz.